بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم جماعة المسلمين shu o'rinda biz ixlosni ketkizguvchi sifatlarni ham eslab qo'yishligimiz kerak. Ularni birinchisi riyo. U amal va ibodatni bandalarni olqishi va maqtovlariga erishish uchun ularga ko'rsatib bajarishdir. Bu haqda Robbimiz Qur'oni Karimda bunday degan: Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey iymon keltirganlar, molini odamlar ko'rsin deb beradigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kimsaga o'xshab bergan sadaqalaringizni minnat va ozor bilan yo'qqa chiqarmang. U riyokor ustini tuproq qoplagan silliq qoyaga o'xshaydi. Usti yoqqanida tuproq yuvilib, sip-silliq toshning o'zi qoladi. Ular topgan va sarflagan boyliklaridan hech narsaga ega bo'la olmaydilar. Zotan Alloh kofirlar qavmini hidoyat sari yo'llamaydi. Baqara surasi 264-oyat. Hozirgi oyat karimada amalni riyo uchun, boshqalar ko'rib maqtasin uchun qilinganini sizu bizni ko'z o'ngimizda oddiy narsaga o'xshatadi. Bir katta qoya bor, tosh, uni ustiga tuproq tushib qolgan, tepasiga ekin ekkan. Ekin bosh ko'tarib, endi hosil olaman deganda qattiq yomg'ir yog'ib, qoyani ustidagi tuproqni yuvib ketgan. Riyokorning amali ham xuddi shunday bo'ladi. Unga hech qanaqa Alloh taolo savob, ajr, mukofot bermasligini aytadi. Qilgan qancha harakati, xarajati, moli puli bo'lsin, yo minnat qilgan, yo odamlar eshitsin degan, yo ko'rsin degan, bulardan hech qanday Robbini huzurida manfaat yo'q. Demak, savobli ishni riyokorlik va odamlar ichida obro' orttirish niyati bilan bajarilsa, u Allohning nazdida qabul bo'lmaydi. Riyoni ulkan gunohligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagicha deganlar: men sizlarda sodir bo'lib qolishidan qo'rqadigan narsamning eng yomoni kichik shirkdir. Sahobalar: ey Allohning rasuli, kichik shirk nimadir deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam riyodir deb javob berdilar. Imom Ahmad rivoyati.